Assalomu alaykum. Mana o'sha Madina Munavvaradagi Uhud tog'i, payg'ambarimiz og'ir janglarda o'tkazgan mana shu Uhud tog'i, mana shu Madina shahri. Mana bu yerlar mana xurmo bog'lari. Bizda hozir harorat bugun 2026-yil 24-iyul. Harorat 48 daraja. Juda issiq. Mana o'sha xurmo tog'i, Uhud tog'i. Mana shu xurmo bog'i. Biz mana shu yerda Xudo xolasa shu bog'da yashayapmiz hozirgi kunda. Xudo xolasa bu bog'dan hali ketish niyatimiz yo'q, chunki juda salqin, yaxshi joylar. Mana shu xurmo bog'lari. Mana o'sha tepada sizni biz suyib yeydigan xurmolar. Mana o'sha sizni biz suyib yeydigan xurmolar mana shunday shaklda shu yerlarda o'sadi. Mana qoplar kiydirib qo'yilgan issiq urib olmasligi uchun. Mana bu yoqda ham mana qoplar kiydirilgan. Mana aniqroq ko'rinadigan joyi mana bu yerda. Mana shu joy mana bu Madina shahri juda bir sakinat, juda bir xotirjam, juda bir Allohning barakati yog'ilgan shahar hisoblanadi, chunki bu yerda Rasululloh yotibdilar. Mana shu bog'da Uhud tog'iga kelgan ziyoratchilarimiz Uhud tog'idan tushib shu joyda dam oladilar. Mana hozir tayyorgarlik ko'rilyapti. Mehmonlar bor. Assalomu alaykum. Mehmonlar bor, mana tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu bog'da o'sha kelgan ziyoratchilarga bepul xurmolar beriladi. Bu yerda juda ko'p narsalar bepul beriladi. Mana suvlar, o'sha Nabaviyaga ketishingizda yo'lda shunday refrigerator mashinalarda suvlarni olib kelib sovutilgan holatda bepul tarqatadilar. Namozdan chiqishingizga xurmolar, afg'on oshi deyishadi, oshlar bepul tarqatiladi shu ziyoratchilarga. Mana shu joyda biz Xudo xolasa yashab ibodatlarni qilib shu yerda turibmiz. Xudo xolasa juda chiroyli shahar, juda chiroyli joylar. O'sha hozir umraga ziyoratchilarni olib kelish ishlarini yo'lga qo'yyapmiz. O'sha Telegram kanalda yoki Instagramda yaqin kunlarda e'lon qilamiz. O'sha paketlarimiz qanchadan biz hozir rejalashtiryapmiz. Imkoniyat qadar arzonroq, $1000 atrofida 14 kunlik paketni tashkillayapmiz. Hozir Madina Munavvarada, Makka Mukarramada mehmonxonalarda gaplashyapmiz. Xudo xolasa kelinglar, ziyorat qilinglar. Juda ulug' joylar, duolar ijobat bo'ladigan joylar, Allohning nazari tushgan joylar.